Assalomu alaykum. Bu videoda yana navbatdagi Nexia'mizni ko'rsatmoqchimiz. Nexia 2.1.6 prostoy gidravlikali 2015-yil 100 ming probeg yurgan. Mashinaning holatini ko'rishingiz mumkin. Probegini ham ko'rsatib o'tamiz. 100 ming kilometr yurgan. Mashinaning salon holati bemalol ko'rishingiz mumkin. Kraskasi absolutno toza, tonirovkasi ham bor gayigacha faqat. Orqa taraflarini ham ko'rsatamiz. Ustali temir gaz balon, zapaskadan trap balon ключ, hamma narsasi bor. Ko'rishingiz mumkin, kraskasi absolutno toza. Shu mashinaning tan narxini 78 million so'm qilib beramiz. Hop, kimga qiziq bo'lsa, 7 million 800 ming so'm boshlang'ich to'lov bilan kelib, 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatga lizing shartnoma qilib bemalol ketsangiz bo'ladi. Pastdan bilan qoldiramiz.